Ba'zan hayot sizni shunday dard girdobiga solib qo'yadiki, go'yo nafas olishingiz ham qiyinlashib qoladi. Atrofingizda minglab odamlar bo'lsa ham o'zingizni dunyoda tanho qolgandek his qilasiz. Ichingizdagi og'riqni na gapira olasiz, na yuta olasiz. Bu dard sizni charchatgan bo'lishi mumkin. Lekin u sizni sindirish uchun emas, balki aslingizga, Robbingizga qaytish uchun yuborgan. Shu og'ir damlarda bir haqiqatni qalbingizga muhrlang. Sizni dardingiz bilan tanho qo'ymaydigan har bir yurak urishingizdan xabardor zot bor. Dunyodagi eng xavfsiz manzil bu Allohga qilingan sajda va unga ochilgan ko'ngildir. Sajda shunday makonki, siz yerdagi tuproqqa pichirlaysiz, lekin so'zlaringiz arshda eshitiladi. Qalbingizni faqat unga ishontiring, chunki faqat u sizni borligingizcha qabul qiladi va hukm qilmaydi. Sabr bu shunchaki jimgina kutish emas, bu qiyinchilik ichida turib ham Allohning marhamatidan umid uzmaslikdir. Alloh siz ko'tara olmaydigan yukni aslo yuklamaydi. Har bir sinovning ichida bir hikmat yashirilgan. Hozir qiynalayotgan bo'lsangiz ham bu kunlar o'tkinchi ekanligiga ishoning. Sabr qiluvchilar bilan Alloh har doim birgadir. Va nihoyat va'da qilingan o'sha yorug' kunlar albatta keladi. Zero har bir qiyinchilik ortida albatta bir yengillik bor. Alloh qalbingizga shunday xotirjamlik ato etsinki, o'tgan barcha og'riqlarni shirin xotira kabi unutasiz. Siz faqat ishonchdan va duodan to'xtamang. Agar bu so'zlar hozir sizga ozgina bo'lsa-da kuch bergan bo'lsa, izohlarda amin deb qoldiring. Bir dardi bor yaqiningizga ulashing. Duolarda uchrashguncha omon bo'ling.